Assalomu alaykum. Redaktorning instrumentlarini o'rganishda davom etamiz. Bu darsimizda stirech hamda расчленить hamda подобие, ya'ni smestitni o'rganib olamiz. Birinchisi stirech, ya'ni obyektlarni o'chirish. Buning uchun stirech, ya'ni buni tanlaymiz hamda o'chiriladigan obyektlarni belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari obyektlarni avval tanlab, keyin stirech qilsak ham bo'ladi. Maslahat bergan bo'lardim. Avvaliga komandani tanlab, keyin stirech qilib chiqsangiz, siz ko'rasiz qaysilari o'chirilishini hamda agar ko'p obyektni tanlayotgan paytingizda kompyuteringiz qotib qolmaydi. Har holda bunda har vaqtda escape ni bosib, komandani atmeniz qilish imkoniyati bor. Demak, orqaga qaytaman. Bundan tashqari, buning eng oson yo'llaridan biri, ya'ni stirechning oddiy shunchaki delete klavishasini bosish orqali qilishdan iborat. Misol uchun obyektlarni belgilaymiz hamda delete klavishasini F1 ni bosib yubordim. Obyektlarni belgilaymiz hamda delete klavishasini bosamiz. Bunga alternativa bo'lib xizmat qiladi. Ikkalasidan birini foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari stirechda garajli klavisha bor, ya'ni S tugmasi. S ni bosib, probelni bossak, ya'ni ruscha S bo'lishi kerak, inglizcha emas, hamda bu obyektlarni tanlab probelni bosishimiz mumkin. Bu oddiy, sizda ish jarayonida juda ham ko'p ishlatasiz. Buning o'rniga delete ham ishlatishingiz mumkin. Demak, stirechni ko'rib chiqdik. Endi расчленить komandasini ko'ramiz. Massivlar bilan ishlash paytida расчленить qilgan edik. Bu obyektlarni, ya'ni murakkab obyektlarni oddiy obyektlarga aylantiradi. Misol uchun, bloklarni hali o'tganimiz yo'q, lekin mana bunday murakkab shakldagi, ya'ni oddiy obyektlardan tashkil topgan bloklar mavjud. Ularni ham расчленить qiladi. Buning uchun obyektni tanlashimiz yoki avval komandani tanlab, keyin obyektni tanlashimiz ham mumkin. Bunda mana bunday oddiy obyektlarga aylanib qoladi. Aslida blok ham ana shunday oddiy obyektlardan tuzilgan edi. Mana bu telefonda ham расчленить qilish imkoniyatiga ega bizlar. Bundan tashqari yana ko'p narsani расчленить qilish imkoniyati bor. Tablitsalar, massivlar, tekst va boshqa har xil obyektlarni расчленить qilish imkoniyati bor. Dars davomida buni amalda qo'llab ancha yaxshiroq o'rganib olamiz. Buning garajli klavishasi rasch so'zi hisoblanadi. Masalan, rasch yozsak, mana shu tarzda ishlashimiz mumkin. Men o'ylayman, buni shunchaki ana shu yerdan tanlab qilish oson hisoblanadi. Keyingi instrumentimiz bu подобие. Подобие instrumenti juda ham ko'p ishlatiladi. Buning ikki xil ismi bor. Ya'ni birinchisi сместить, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Сместить, ikkinchisi подобие. Bu ham opsionni, ya'ni komandni stroka orqali pod so'zini yozsangiz agar, mana bunday подобие davomi kelib chiqadi. Hamda keyingisi inglizchasi offset, ya'ni bu inglizcha versiyalarda yoki ruscha versiyada defis orqali mana bunday tarzda off yozsak, offset yordamida qilishimiz mumkin. Подобие haqida gapiradigan bo'lsak, bu obyektlarni, ya'ni chiziqlarni ma'lum bir masofaga xuddi o'ziga nisbatan qadam tashlab chizishni bildiradi. Bu bizlarga devorlar chizish uchun juda ham keng qo'llaniladi. Misol uchun 3 ga 4 xona chizmoqchi bo'lsak agar, kvadrat orqali chizamiz. 3000 millimetrga 4000 millimetr. Hamda uning qalinligi, ya'ni devorni chizish uchun bizlar подобиеdan foydalanamiz. Misol uchun 400 devor deb oladigan bo'lsak, 400 ni bosib, yozib, devorni mana bunday tarzda 400 qadam ostida kopirovka qiladi. Bundan tashqari подобиеning sub opsiyalari mavjud. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Buni tanlaymiz hamda birinchisi avtomatik tarzda uni qancha masofaga qilishni so'raydi. Buni bizlar komandni strokaga yozishimiz mumkin yoki ekranda ma'lum bir chiziqni chizib ko'rsatishimiz ham mumkin mana bunday tarzda. Через shu qanchadan tashlashni so'rayapti. Ikkalasi bir xil.
Keyingisi bu sloy. Qaysi sloyga podobiya qilgandan keyin qaysi sloyga qo'yishni so'rayapti. Bizlar tekushi deb javob beramiz yoki istochnik. Mana bu obyektimizning sloyi qanday bo'lsa, shunga qiladi. Agar tekushi bo'lsa, hozir bizlar 0 da turibmiz, 0 ga qiladi. Keyingi subopsiyasini ko'rib chiqamiz. Bu udalить subopsiyasi. Bunda bizlar podobiya, ya'ni bir qadam tashlab toshni shunday qilgandan keyin original obyektni udalить qilishni so'raydi. Bunda agar ha deb javob bersak, misol 500 mm tashlab podobiya qilamiz. Bundan keyin original obyekt udalить bo'ladi. Shuni ham e'tibor qaratishingiz kerak. Mabodo ba'zi paytlarda kerak bo'lsa, bu funksiyadan foydalanishingiz mumkin. Bu nastroyga сохранить qilib qolinadi. Shuning uchun ikkinchi safar udalitga net deb javob beramiz. Podobiyani ham ko'rib oldik. Shulardan iborat. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.